Chingizxon tug'ilganda qo'liga bir laxta qon bilan tug'ilgan. Uni o'sha davrdagi bashoratchilar aytadiki, bu olamni qonga botiradigan hukmdor bo'ladi deb ta'rif berishgandi. Lekin Amir Temur tug'ilganda u haqida, uni kelajagi haqida qanday bashorat berilganligini eshitganmisiz? Amir Temurning otasi Muhammad Tarag'ay Amir Temurning tug'ilmasidan avval bir tush ko'rdi. Tushida bir inson unga qilich olib keldi va o'sha qilichni Amir Tarag'ay yuqoriga ko'tardi va yuqoriga ko'targandan keyin u qilichni yorug'i butun olamni tutib ketdi. Bu tushning ta'birini bilish uchun Muhammad Tarag'ay ustozi bo'lgan Shamsiddin Kulolning yoniga bordi. Shamsiddin Kulol bu tushning ta'birini shunday qildiki, sen tez orada o'g'illik bo'lasan va u o'g'il mashhur Jahongir bo'ladi. U dunyoni bosib oladi va dunyoda islom bayrog'ini mag'rur ko'taradi degandi. Oradan 1 yil o'tgandan keyin Muhammad Tarag'ay o'g'illi bo'ldi va o'g'ilga Temur deb ism qo'yishdi. Boshqa bir rivoyatda keltiriladiki, Amir Temur tug'iladi. Amir Temur tug'ilgandan keyin otasi uni Shamsiddin Kulolning yoniga boradi. O'shanda Shamsiddin Kulol Mulk surasining 16-oyatini o'qib o'tirgan. O'shandan keyin Shamsiddin Kulol aytadiki, bu o'g'il mashhur bo'ladi va o'g'il bu dunyoni bosib oladigan mashhur hukmdorlardan biriga aylanadi. Shamsiddin Kulolning bashorati qanchalik o'zini oqladi, buni tarix ko'rsatib qo'ydi.